Fanta. Takrorlanmas ta'mi va rangi bilan apelsin olamiga sho'ng'ing. Fantani oching. Betakror ta'mdan bahra oling. Shubhasiz Minecraft dunyodagi eng mashhur o'yinlar qatoriga kiradi va uni millionlab odamlar haligacha o'ynab keladi, ya'ni auditoriya juda katta. Oxirgi yillarda esa bu o'yin haqida film chiqishi aniq bo'ldi va ilk teaser taqdim etildi. Ammo teazerdagi ba'zi moblarning g'alati ko'rinishi hamda sifatsiz grafika ko'pchilikka yoqmadi va film salbiy fikrlarga uchradi. Shu qatorda ilk teaser ham menga yoqmagan edi, lekin yaqindagina chiqarilgan to'laqonli treyler menga yoqdi. Ya'ni grafika yaxshilangan va moblar ham chiroyli ko'rinmoqda. Treylerdagi izohlarni o'qisangiz ham ko'pchilik yaxshi fikrlarni yozmoqda. Xullas menda filmning grafikasi va vizuali bo'yicha hech qanday e'tiroz yo'q. Faqat hikoyani, ya'ni syujetni yomon qilib qo'yishmasa bo'ldi. Shunday ekan bu videoda treylerni tahlil qilib, film haqida gaplashamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Treylerning boshidanoq film qanday bo'lishi aniq bo'ldi, ya'ni Minecraft filmda o'yin bo'ladimi yoki alohida olammi degan savolga javob berildi. Ko'rishingiz mumkin, Stiv yoshligidan shaxtalarga qiziqqan, o'z-o'zidan katta bo'lganida shaxtada ishlashni boshlagan. U yashayotgan olam esa siz u bizniki bilan bir xil. Lekin u bir kun shaxtada Tesseract topib olib, Minecraft olamiga portal ochdi. Demak, filmda Minecraft o'yin emas, boshqa olam qilib ko'rsatiladi. Portal esa xuddi Nether portal bilan bir xil, faqat rangi havorang. Nether portalni esa treylerning boshqa kadrida ko'rishimiz mumkin. Treylerda ko'rinib turibdi, Stiv bu yerda ko'p vaqt yashagan va anchagina tajribaga ega. Shu sababdan u yangi kelgan 4 nafar odamlarni Minecraft olami bilan tanishtirmoqda. Bu personajlarga esa to'xtalib o'tirmaymiz, chunki filmning o'zida ularni tanishtirishadi. Tun tushganida esa ular negadir erta quyosh botdimi deyishdi, chunki bilasiz o'yinda kun bilan tun taxminan 10 daqiqa davom etadi. Shunda siz Minecraftda bir kun yashasangiz 20 daqiqa vaqtingiz ketgan bo'ladi. Yana treylerda ko'plab moblarni ham ko'rsatishdi va ularning hammasi menga juda yoqdi. Masalan, yoqimtoy ari, lekin u bilan hazillashib bo'lmasligini Minecraft o'ynaydiganlar juda yaxshi biladi. Balki bizga filmda arilarni ko'zlari qizarib hujum qilishini ham ko'rsatishar. Bo'rining ko'rinishiga esa gap yo'q. Stiv unga suyak berganida xuddi o'yindagi kabi ko'zining rangi o'zgarib, bo'yinbog' paydo bo'lib, atrofida yurakchalar chiqdi. Bu esa tovuq fermasi. Ferma albatta o'yindagi kabi redstone'li mexanizm orqali ishlaydi va go'sht lavada pishadi. Yana shunday fermani men Story Mode o'yinida ham ko'rgan edim. Ha, Minecraftni men kichkinaligimdan beri o'ynab kelaman, Story Mode'ni ham o'ynab tugatganman. Xullas, bu o'yin menga juda yoqadi. Hatto haligacha uyga jiyanlarim kelsa, ikkita kompyuterni ulab, birga o'ynab turamiz. Shu sababdan ham bu filmni rosa kutyapman. Aytgancha, 21-noyabr kuni ITV platformasi o'zlari ishlagan Turnir nomli serialining yopiq premyerasini qildi. U yerga ko'plab siz bilgan bloger, aktyor va ijodkorlar tashrif buyurdi. Shu qatorda men ham bordim. Atmosfera esa juda ajoyib. Premyerada bizga serialning ikkita qismini ko'rsatishdi va serial menga yoqdi. Chunki bu serial maktab davrlarini eslatib yuboradi. Aniqroq aytadigan bo'lsam, ikki maktab o'quvchilari o'rtasidagi qarama-qarshilikni aks ettirgan. Serialda sevgi hikoyasi, hazillar va jiddiy mavzular ajoyib balansda ushlangan. Eng asosiy yutug'i esa jang sahnalari, ya'ni ular professionallar ishtirokida amalga oshirilgan. Xullas o'zingiz ko'rib baho berasiz, chunki bu serial o'zbek kinosida yangi qadamni qo'ydi. Serialning birinchi qismini YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Qolgan qismlar esa har hafta ITV platformasiga joylab boriladi. Barcha kerakli manzillarni esa video ostiga joylab qo'yganman. Bu kadrda yana jitillarni ko'rishimiz mumkin. Men ularni jitil deb atashga o'rganib qolganman, chunki villager yoki qishloqchi deb atash ozgina noqulay. Siz esa ularni qanday atashingizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Jitillarning ko'rinishi ham yaxshi ishlangan. E'tibor bersangiz, bir joyda har xil jitillar bor. Masalan, oddiysi, savdogari, hatto qorli joyda yashaydigani ham. Qishloqni o'ziga qarasak, anchagina katta ekan va tegirmonlari ham bor. Lekin o'yinda aylanib turadigan tegirmonlar yo'q, balki
keyinchalik qo'shilar. Bu esa hamma yaxshi biladigan Golem va uning ko'rinishi juda ajoyib. Piglin va Gastlarni oldingi tizerda ham ko'rgan edik. Ularning grafikasi esa bu treylerda ancha yaxshilanganga o'xshamoqda. Lekin o'yinda piglinlar Gastlardan havo sharidek foydalana olishmaydi. Kechqurun bo'lgach va nihoyat skelet va zombilarni ham ko'rsatishdi. Ularning ko'rinishlari esa shunchaki ajoyib. Skeletlarning kamonlari sehrlangan ekan, shu sababdan olovli o'q otishmoqda. Hatto o'rgimchak ustiga chiqib olganlari ham bor. Lekin mo'ljalga yaxshi tekkiza olishmas ekan. O'yinda esa skeletlar professional mergan bo'lishadi. Oldingi tizerda bizga boshqa moblarni ham ko'rsatishgan edi. Ya'ni qo'y, kriper va lamani. Bu kadrda esa inventarni ko'rib turibmiz va unda bizga tanish bo'lgan predmetlar anchagina. Masalan, oltin sovut, TNT, damlamalar, yonadigan qovoq, oltin tarvuz, chiroq, terili, olmosli toshbaqali bosh kiyim, lavali blok, feyrverklar, oltin sabzi, fakel va minbar. Qolgan narsalarni esa nimaligini bilmadim. Agar bilganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bu sahnadagi xonada bir nechta sandiqlarni ko'rishimiz mumkin. Jason Momoaning personaji esa Ender jemchugni ishlatib ko'rdi. O'yinda ham xuddi shunday teleportatsiya bo'lasiz, lekin ozgina joningiz ham ketadi. Filmda esa jon mavzusini qanday ko'rsatishlari menga juda qiziq. Bu yerda pechlarni ko'rishimiz mumkin va devorga kirkalar osilgan. Stiv esa xuddi o'yindagidek temir qilich yasadi va bu kadrda o'sha qilich bilan qalqonni olib yuribdi. Jason Momoaning personaji esa qanot taqib olgan va keyinchalik xuddi o'yindagi kabi feyrverklar orqali uchadi. Bu narsa esa menimcha ovoz chiqaradigan yoki to'r otadigan qurol bo'lsa kerak. Yana bizga mexanizmli eshik, redstone, Stiv yig'ib qo'ygan olmoslar va o'zi yuradigan aravachani ko'rsatishdi. Aravachada dumaloq shakldagi g'ildiragi borligi esa g'alati. Yana bu kadrda TNT va olmos yoki lazurit blogini ko'rishimiz mumkin. TNT ku mayli kimdir qo'ygan bo'lsa kerak, lekin olmos va lazurit ancha pastroqda chiqishi kerak edi. Yana Stiv bloklarni qo'yayotganida qo'lida hech narsa yo'q. O'yinda esa bloklar kichkina bo'lib ko'rinib turar edi. Lekin bloklarni olish va masofadan qo'yish xuddi o'yindagidek ko'rsatilgan. Vizualga keladigan bo'lsak, kompyuter grafikasi kam ishlatilgan, ya'ni faqat moblar va uzoqdagi kadrlarda. Bu sahnaga e'tibor bersangiz, chiziqdan pastki taraf haqiqiy maketlar, tepasi esa kompyuter grafikasi. Buni suratga olish ishlaridagi videolardan ham ko'rsak bo'ladi. Hatto deyarli barcha predmetlar ham film uchun alohida yasalgan. Albatta bu film sifatini yaxshilaydi. Bundan tashqari ovozlar, tovushlar va musiqa ham o'yinniki bilan bir xil. Bu esa atmosferani yanada yaxshiroq his qilishimizga yordam beradi. Film yovuzi kim bo'lishi hammaga qiziq bo'lsa kerak, lekin menimcha ular filmda Ender ajdarning oldiga borishmaydi. Katta ehtimol bilan ajdarni keyingi filmlarga olib qo'yishgan. Eslasangiz, oldingi tizerda maxfiy personaj ko'rsatilgan edi va menimcha aynan u yovuz bo'lsa kerak. Treylerda aytildi, ular bu olamni yo'q qilishmoqchi deb. Demak, yer usti olami bilan Nether olami o'rtasida jang ketmoqda. Bu personaj ham Netherda turibdi, qo'shini ham Nether'dagi moblardan tashkil topgan. Menimcha esa u Stiv va boshqalarga o'xshagan odam. Faqat Stivdan ancha oldin Minecraft olamiga tushib qolib, o'z qirolligini Netherda qurgan. Endi esa yer ustiga hujum boshlagan. Lekin bu aytganlarim hali aniq emas. Anig'ini esa 2025-yilning 4-aprelida, ya'ni film premyera qilinganida bilib olamiz. Mana treylerni ham tahlil qilib bo'ldik. Xulosa qiladigan bo'lsam, treyler menga yoqdi, ya'ni oldingi tizerdan ko'ra personajlar, moblar, grafika ham ancha yaxshilanib qolgan. Menimcha filmda bundan-da yaxshiroq bo'ladi va biz kutganimizdek chiqadi. Boya yuqorida bir narsani aytish esimdan chiqib ketibdi, ya'ni Stiv haqida. Bilasiz, Stiv roliga aktyor Jack Black tanlangan. Lekin o'yinda, ya'ni original Minecraft o'yinida Stiv uni o'ynayotgan odamning xarakteri qanday bo'lsa, u ham shunday xarakterda bo'ladi. To'g'ri, story mode o'yinida boshqacha. Unda Stiv vatanparvar, ya'ni boshqa do'stlariga yordam beradigan, ularni yomonlikda qoldirmaydigan xarakterda bo'lgan. Lekin original o'zingiz o'ynaydigan Minecraftda siz qanday xarakterda bo'lsangiz, Stiv ham shunday xarakterda bo'lar edi. Aktyor Jack Blackning tanlanganligi esa film qiziqroq chiqishi va yumorga boy bo'lishi bo'lgan. Shu sababdan Stiv personajini ular xushchaqchaq, hazilkash qilib ko'rsatmoqda va bu albatta film kayfiyatini ham ko'taradi. Xo'p, filmdan kutayotgan narsalarimga keladigan bo'lsam, yuqorida aytganimdek,
Personajlar, moblar, grafikaga menda hech qanday e'tiroz yo'q. Asosiysi hikoyani yaxshi qilishsa bo'ldi. Men kutayotgan narsa qiziqarli voqealar, ya'ni bilasiz, Minecraft o'ynayotganingizda bunday voqealar ko'p bo'ladi. Oddiy bir ikkita misol keltiraman. Masalan, quyosh chiqib tursa ham soyada moblar paydo bo'lib qoladi yoki kechqurun turganingizda bir tarafga qarab turibsiz, hech nima yo'q, orqaga qarab yana joyingizga qarasangiz, o'sha joyda moblar paydo bo'lib qolgan bo'ladi. Bundan tashqari, masalan, water drop qilish mumkin, speedrun o'yin videolarini ko'rgan bo'lsangiz, o'yinchilar har xil tryuklar qilib tashlaydi. Bu filmdan ham mana shunday qiziqarli tryuklar, qiziqarli voqealarni va ixtirolarni kutaman. Chunki mana shunday narsalar qanchalik ko'p bo'lsa, muxlislarga ham shunchalik yoqadi. Ya'ni tasavvur qiling, kino ko'ryapsiz va unda siz o'ynaganingizdagi holatlar yuz bersa, men mana shunday holatga tushganman yoki mana shunday narsani yasaganman, men bu narsalarni bilaman deb o'tirsangiz, o'zingizga shunchalik qiziq bo'ladi va bu orqali ham film muxlislarning ko'nglidan joy olishi mumkin. O'ylaymanki, film yaratuvchilari bu narsani inobatga olgan. Lekin men bir narsaga aniq ishonaman, film qanday chiqishidan qat'iy nazar yaxshigina kassa yig'ishi aniq. Chunki boya aytganimdek, Minecraft o'yinining auditoriyasi juda katta. Hamma hech bo'lmaganda bir marta ko'ray deb baribir tushib ko'radi. Agar film yaxshiroq chiqsa, balki 1 milliard, 2 milliardga ham chiqib ketib qolishi mumkin. Chunki Super Mario 1 milliard dollardan oshirgandan keyin Minecraft bemalol oshirib qo'ysa kerak, yomon chiqqan taqdirda ham deb o'ylayman. Ko'ramiz, premyera bo'lganda, ya'ni 2025-yilning aprelida nima bo'lishini ko'ramiz. Siz esa film haqidagi fikrlaringizni albatta yozing. Treyler sizga yoqdimi, yo'qmi, buni ham yozing va filmdan nimalarni kutayotganingizni ham albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang. Asosiysi kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Yangi videolarda ko'rishguncha.